Hello obunachilar, sizlar bilan Minecraft bo'lgan obunachilar, sizlar. Bugun videomizda obunachilar Minecraftda uch bosqichli uch bosqich parkurdan o'tib ko'ramiz. Ya'ni bunda o'zi kettu. Obunachilar uch bosqichli parkur degan yerim bor. Buncha har xil parkurlarim bor, 3 ta bosqichdan iborat. Birinchi oson parkur. Buncha ikkinchi sanalashdi boshqa sanabman-ku. Buncha xeyli bo'ldi sizlar bilan Minecraft bo'ldi. Buncha yaxshimisizlar, tuzimsizlar. Sizlar bilan Minecraft videomizda hozirgamda uni orqamda turgan 3 ta bosqichli parkurdan o'tib ko'ramiz. Bunday o'sha videoga ketdi. Birinchi uni parkurimiz birinchi parkurda o'tib ko'ramiz. Ammo qanaqa ekan? Oson parkur. Voy, o'xshash kerak. Buncha o'roqsanim. Mana endi buncha ikkinchi parkurimizda o'tib ko'ramiz. Buncha bu o'rtacha parkur ekan. Bundan bir o'tib ko'ramiz obunachilar. Mana o'tish qiyin. Buncha do'stlarim qolmoq chiqib qoldi, shu yugurib ekan. O'zaro bunachilar vaqtinchalik kredit o'tishga to'g'ri keldi, kredit o'tirishga. Hozir o'zimga ovqat olmasam qonim ochib qoldi. O'zimga mana ovqat olsam yaxshi bo'lardi. O'sha video ketdi. Nima o'zi ketib tushib qoldi, mayli. O'sha videoga boshlaymiz. Ketishgan bo'lsa, bizga ketishi xavf emas. Bunachilar sekin-sekin uch bosqich yaxshi, normalniy. Yaxshi. Yaxshi. Voy, qo'yinglar, qolmamda javosam. Boshdan qaytamiz. Hozir uzr ovozimga afat olmaysizlar, shunga shamollaganman. Voy, sekin. Bo'lsa chiqib olay. Üçüncü parkurdan o'tib bo'ldik. Ikkinchi parkur endi navbat uchinchi parkurga. Mana bunachilar qiyin parkur ekan bu, uchinchi bosqichli parkur. Davay. Uchinchi parkurdan o'tyapmiz. Davay. Uchinchi parkurdan o'tib bo'ldik. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek 3 xil turdagi parkurlardan ham o'tib ko'rdik obunachilar. Sizlar bilan birgalikda buncha endi sizlardan iltimosim, menga biron bir challenge lazım qilishga. Vatanroq masalan ba'zilar birorta yozib qoldiring, masalan qilaman. Lekin kommentar yozib qoldiring, keyingi videolar qanday mavzularda bo'lsa, sizlarga qanday mavzulardagi videolar yoqadi. Keyin ishonsangiz men shunga qarab video chiqaraman obunachilar. Obunachilar bu asar sizlar bilan qisqacha Minecraft bo'ldi. Obunachilar bugungi videomizda parkurdan o'tdik. Bo'lmasa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kommentariyaga o'z istiqbolingizni yozib qoldiring va qaysi mavzuda video olishimni yozib qoldiring. Shunga qarab video olaman. Obunachilar video tugadi.